Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga eng hozir to'pib yeyotgan mahallalardan, eng yaxshi mahallalardan, shahar zo'r joyidan 14 sotuv yer, uy joylari bilan topib qo'ydim. Lekin yer hisobida beradilar. Narxlarni ham chiroyli qilib beradilar va manzillari ham zo'r. Xo'p, biz qayerda turibmiz? Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani, Iqtidor mahallasi Yangiobod ko'chasida turibmiz. Bu qad desanglar, Yangi O'zbekiston bog'i mana shu ko'chani juda orqasida turibmiz. Yangi O'zbekiston bog'ining orqasida turibmiz. O'sha chiqib ketayotgan Spark katta gilamli yo'lga chiqadi-da ketadi. Yangi O'zbekiston bog'ining orqasida Mirzo Ulug'bek tumani, Iqtidor mahallasi Yangiobod ko'chasida turibmiz. Ikkita, uchta joydan kirib kelsangiz bo'ladi. Mana bu yerdan kirib kelsangiz bo'ladi. To'g'ri? Mana shu devorlar orqasi siz ko'rsataman. Mana shu devorlar, mana qo'shnilar hamma rozi, faqat siz uchun shu devorlar buzib berishadi. Siz uyingizga to'g'ri mashinadan xod qilsangiz ham bo'ladi. Endi ikkinchi tarafi bor. Ikkinchi taraf qayerda desanglar, men bu yoq tarafdan kirib kelib qolman, lokatsiya bo'yicha. Bu yoqdan kirib kelsangiz ham bo'ladi. Mana sizni joyingiz o'zi mana shu arudan yoqdagi zabor bor-ku, ana o'sha zabor. Bu yerdan shunday ochib berishadi. Bitta ana qo'rasiz, arig'i ustini plita qo'yib yuborasiz, to'g'ri darvoza ochib olsangiz ham bo'ladi. O'zingiz darvozangiz qayerda? Men sizga ko'rsataman. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, zo'r joylardan yaxshi uylarni har kuni qo'yib boryapmiz. O'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib olsangiz, tez sizga kelib turadi. Bitta like bosing. Sizni ham uy joy sotish kerak bo'lsa, tepada nomerim turibdi. 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz borib chiroyli qilib obzor qilib, Boshpana TV YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizda obzorlarni joylashtirib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Juda ham arzon narxlarda, sizga qulay bo'lgan narxlarda. Aynan shu xonadon sotuvga qo'yilyapti o'rtoqlar. Bu darvoza ichkariroqda bo'lib qolgan. Hujjat bo'yicha sizni chegarangiz mana shunday. Mana shu salkam yarim sotuv, 1 sotuv joy ham sizniki. Darvozani bemalol bu yerga qo'yib olsangiz bo'ladi. Bu tarafdan ikkita, uchtalab darvoza ochsangiz bo'ladi, bemalol. Xo'p, juda ham yaxshi, bo-havo, zo'r rivojlanayotgan mahalla. Kundan kunga narxi oshib qimmat bo'lib ketayotgan mahalla. Qo'shnilar qurilish boshlashgan. 14 sotuv, bir 90 nechidir metr dedilar bu yoqda. Old tarafingiz kengroq, orqa tarafingiz sal torroq. Orqa tarafdan ham hattoki ko'cha bor. Orqa tarafida ham ko'cha bor. Orqa tarafidan ham bemalol darvoza qo'yib ko'chaga chiqib ketsangiz bo'ladi. 3 ta tarafdan kirish bor. Ko'ryapsizlar, bepayon 14 sotuvli joy qanaqa bo'ladi desa, mana shunaqa bo'ladi. Bu yoqda uy bor, yashab turishibdi ayollar bor, ko'rsatmayman chunki yer hisobida beradilar, yer hisobida. Mahallada nech pul desanglar, bu yerda mahallada 35 ming, 40 ming so'rayotgan odam ham bor ekan. Mana shu ko'chada, mana imini mana shunda qo'shnilari 40 ming dollar ham so'rayotgan ekan. Men talashib, tortishib sizlar uchun zo'r narxga gaplashib qo'ydim. 1 sotuvini 29 mingdan men kelishib qo'ydim va siz ham kelib qattiq savdolashib xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda egalar nomeriga telefon qilasiz, kelasiz, ko'rasiz, savdolashib xarid qilasiz. Uy qurib sotuvchilar uchun vobshe zo'r joy. Qurib bo'lgan uyingiz ham zo'r sotilib ketadi bu mahallada. Bu yerda ham mana binolari bor, orqa tarafda tovuq deysizmi, xo'roz deysizmi, hattoki qo'ylargacha ham bor ekan. Mana shu zabor orqasi ham ko'cha ekan. 3-ko'cha bu. 3 ta tarafdan kirib kelsangiz bo'ladi. Shu zaborni ochib yuborsangiz ko'cha. Prosta buni yopib qo'yganlar, ochib yuborsangiz ko'cha bu yerda. Bitta darvoza qo'yasiz. Bu yerda mana mol qo'y boqar ekanlar. Tovuq, jo'jalar bor, yemlarni qo'yib qo'yganlar. Bu ham mana shu joygacha siz chegarangiz xullas. Pastda egalar nomeri telefon qiling, savdolashing. Narxi 29 ming dollar 1 sotugi uchun pastda egalarining nomeri. Sizni ham uy joy sotish kerak bo'lsa, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz o'zim javob beraman. Uy joyingizni borib chiroyli qilib, obzor qilib sotilishga sababchi bo'lib qolamiz. Bizning xizmat haqlarimiz 2-3%, 1% ham emas, hattoki arzimagan pul. Arzimagan pul desam, bittasi arzimagan pul deb ana 100 ming, 200 ming deb o'ylab chekilik. Boshqalarga telefon qilib ko'ring dedim. Boshqalarnikidan ancha arzon va bizga atigi boshga bir qismini berasiz, shu kelib ketgan xarajatimizni sotilgandan keyin berasiz asosiy qismini. Bemalol murojaat qiling. Qiynalib o'tirmaysiz, o'zingizga tez telefon bo'ladi, uy joyingizni oson sotib olasiz. Boshqa videolarimni ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu joylarda chiqib turibdi. Bittasini bosasiz, boshqa videoyimga o'tib ketaverasiz. Bitta like bosib, kommentariyada ham menga ham juda ham chiroyli uylar nasib qilsin yozib yuborgan har bir obunachimga bundan zo'r joylardan zo'r uylar nasib qilsin. Sog' bo'linglar.